Toshkent Do'mbiroboddamiz. 1 yil oldin qo'ygan darvozamizni ustinovka vaqtida orqa tomonda qirilgan joylari bo'lgan. O'sha joylarni cho'tki qilib polностью sepib beryapmiz kraskasini. Bu joyda remont ishlari pashti tugagan, qora ishlar qolmagan. Endi отделка qilishmoqchi. Shu orada darvozani ham yangidek qilib beramiz. Bolalar hozir cho'tki qilib sepishadi. Darvoza ideal holatda turgan, yangidek. Hozir orqasini polностью освежить qilamiz. Просто bitta qirilgan joylar uchun cho'tki sochib olamiz. Old tomonda hech qanaqa ishlari yo'q. Ziyanli holatda turibdi. Zamok hozir ligirovka ishlarini qildik. Mashtaglari ochiq qoldirilgan lazer reskani zanglamaslik uchun, chang suvlar o'rnab qolmasligi uchun. Uyda patolog qismi bitgan, отделка qismlariga navbat kelib qolgan. Darvozani bir qator освежить qilib, polностью qurilishlarni tugatib, ko'chib kirishmoqchi. Bir og'iz gaplari mijozimizni ishlarini chiroyli qilib